Sidana yog'ini ichish ikki toifa odamga shart emas, shuni bilarmidingiz? Birinchi toifasi o'z sog'ligiga beparvo odamga. Ayrim odamlar bo'ladi, kasal bo'lishni ichidan xohlashadi. Chunki kasal bo'lsa, hamma unga e'tibor qaratadi, hamma unga g'amxo'r bo'lib qoladi. Bu qanaqa toifa odam men bilmadim. Sal kallasida ishi bor bilmadim. Buni tekshirib ko'rish kerak. Ikkinchi toifa odamga bular kimlar? Sog'ligidan shikoyat qilmaydigan 100% sog'lom, baquvvat odamga shart emas. Endi kimlarga sidana yog'i ichish shart? Ular 8 toifa. Birinchisi, immuniteti past, doim kasallanib, shamollab yuradigan quvvatsiz odamga shart. Ikkinchisi, davleniyasi bor odamga shart. Uchinchisi, saxri bor odamga shart. To'rtinchisi, gijjasi bor odamga shart. Beshinchisi, og'zidan doimo badbo'y hid kelib yuradigan odamga shart. Oltinchisi, jinsiy tomondan quvvatsiz odamga shart. Yettinchisi, suti kamayib ketgan emizikli ayollarga shart. Sakkizinchisi, kasal bo'lishni xohlamaydigan hammaga shart. Kimda shunday zarurat bo'lsa, pastdagi raqamlarga buyurtma berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Bu videoni barcha yaqinlaringizga jo'nating hamda biz bilan doimo birga bo'ling.